qadrli radio anglagıçılar. Sizlarga shu topdan naq maydondan avans berib atamiz. Dünya Uyghur Qurultayının 200 navbat umumiy vakillar qurultayi bugun 2006-yil 11 ayning 24 kuni kech soat 19 bilan Germaniyaning Myunxen shahridagi Adam mehmonxonasining Yevropa zalida dag'dug'lik boshlandi. Dunyoning har qaysi joyida saylan vakillarga Sizlik mehmonlarga çok qimmatli vatanlik bo'lsa, hamda Germaniyaning qilmiqi qadam tashlayotgan çok qarindoshlarga chin rahmat. Qurultayning ochilish murosimiga Amerika, Kanada, Avstraliya, Turkiya, Saudiya Arabiston, Fransiya, Shveysariya, Belgiya, Gollandiya, Norvegiya, Shvetsiya, Finlandiya, Angliya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Germaniya qatorli davlatlarga Uyg'ur tashkilotlarining vakillari va rahbarlari ishtirok qilgandan so'ng Germaniya Federal Cumhuriyetining parlament va hukumat xodimlari, Bavariya shtatining hukumat, parlament va partiya vakillari, xalqaro inson huquq tashkilotlarining rahbarlari, Germaniya matbuot sohasining xodimlari hamda yuzlagan Uyg'ur jamoati ishtirok qildi. Ataqliq inson huquqlari faoliyatchisi Uyg'ur milliy harakatining rahbari Rabiya Qodir Xonim va Germaniyadagi turk islom tashkilotlarining rahbarlari bu qitimki qurultayga sharaf mehmoni sifatida qadam tashrif qildi. Yig'inning ochilish murosimi Olibtekin ta'lim-tarbiya markazi o'quvchilarining ijrosidagi Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining istiqlol marshi va Germaniya Federal Cumhuriyetining davlat marshi bilan guldiroz alqi sadolari ichida boshlandi. Açılış murasimida tunji bo'lib Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Erkin Alibtekin efendi nutq so'zlab, bu qitimki qurultayga daxil bo'lgan Rabiya Qodir xonim boshchiligidagi har qaysi davlatlardan kelgan Uyg'ur tashkilotlarining vakillarini, Germaniyaning har darajali hukumat xodimlarini, inson huquqlari tashkilotlarining rahbarlari, sharaf mehmonlari va Uyg'ur jamoatini bu so'rin qadam bosgan qadamlar uchun Dünya Uyg'ur Qurultayi nomidan qutladi va ulardan hol so'radi. In namen des Uyg'ur Kongresses möchte ich Eröffnungsfeier weiteren Generalversammlung von der Weltuigur-Kongress eine internationale Organisation, welche die gemeinsamen Interessen der Uiguren sowohl in Osttürkistan wie auch in Rest der Welt. Der Weltuigur-Kongress wurde am 16. April 2004 in München ins Leben gerufen. Nachdem der East Turkestan National Congress und der World Uyghur Youth Congress eine gemeinschaftliche Organisation. Erkin Alibtekin efendi öz nutqida Dünya Uyghur Qurultayining barliq kelishini taqozo qilgan omillar, Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati va Dünya Uyghur Qurultayining faoliyatlari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tgandan keyin ataqliq inson huquqlari faoliyatchisi Uyg'ur milliy harakatining rahbari Rabiya Qodir xonimning teksti binoan so'zilib, Dünya Uyghur Qurultayining 200 navbatlik umumiy qurultayga nusratlar tilidi va Dünya Uyghur Qurultayining 20 yildan buyon yaratgan natijalarga yuksak baho berdi. Erkin Alibtekin efendi boshchiligidagi Dünya Uyghur Qurultayi xodimlarining ko'rsatgan fidokorliklariga ofirin aytdi. Rahmat oldi bilan bugungi shu sorunimizga kelgan Iroqlardan, Iroq davlatlardan, ikinci davlatlik Dünya Uyghur Qurultayiga mehmon bo'lib kelgan va Germaniyaning barliq qarindoshlarımızga rahmat etdim. Rabiya Qodir xonimning nutqidan keyin Dünya Uyghur Qurultayining faxriy raisi Muhammad Rizobek, Chegarasiz inson huquqlari tashkilotining bosh kotibi Sofiya Fraytas xonim, Xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkilotining muavin raisi Ulrik Belius efendi, Vakolatsiz millatlar tashkilotining bosh kotibi Marino Bastukhin efendi, İsrailiya Hayfa Universitetining professori Yitzhak Sikor efendi, Germaniyadagi Uyg'ur masalalari mutaxassisi advokat Alberkin Göring qatorliqlar nutq so'zlab, Sharqiy Turkiston xalqining siyosiy, ijtimoiy, diniy
madaniy va iqtisodiy sohalarda Xitoyning dahshatli zulmlarga duchor bo'layotganligini statistik ma'lumotlar asosida sharhlab o'tdi va dunyo jamoatining inson huquqlari himoyachilarining Uyg'ur millatining taqdiriga jiddiy ko'ngil bo'lishi kerakligini murojaat qilishdi. Uyg'ur milliy harakatining rahbarlari va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari mas'ullarining ta'sirli nutqlaridan keyin Dünya Uyghur Kurultayı'nın reisi Erkin Alattekin Efendi, atağılık insan hakları faaliyetçisi Uyghur Milli Hareketi'nin rektörü Rabia Kadir Hanım'a Uyghur mükafatı takdim kılıp, murasim aksinin kalbide zor hayacan payda kıldı. Yığın akli güçlük alkış sadaları yağdırdı. Hem de Dünya Uyghur Kurultayı, Müsterem Rabia Hanım'ın Şarkı Türkistan'ın Milli Hareketi yolu gösterken kibarlarlıkçı 100 bin euro'nu takdim. Muhaciretdeki Uyghur Milli Hareketi tarixida Dünya Uyghur Kurultayı tarafidan tunji qitim ta'sis qilingan bu mukofotga muyassar bo'lgan Rabia Qadir xonim o'z hayajonlarini ifoda qilib o'tdi. Feryatlar o'z ovozini dunyoga anglatmayotgan, azab chekayotgan bir millatning sechilayotgan Kurultayga sirtdan qatnashgan, Germaniyadan kelgan va boshqa yerdan sirtdan qatnashgan mehmonlarimizga chin ko'ngildan rahmat aytamiz. Uyghur mukofoti murosimi oxirlashgandan keyin Uyghur san'atkorlaridan ataqliq naqshchi usulchilar Uyghur san'at nomerlarini o'rinlab yig'in zalini bayram kayfiyatiga cho'mdirdi. Dünya Uyghur Kurultayı rahbarlarining aytishicha, ikkinchi navbatlik umumiy vakillar qurultayı 11-oyning 25-kunidan 27-kungacha 15 davlatdan kelgan Uyghur tashkilot vakillarining ishtirokida Sharqiy Turkiston milliy harakatining strategiyalari, film programmalarini muzokara qildi ekan va zarur qarorlarni qabul qildi ekan. Bu qitimki vakillar qurultayı yana Dünya Uyghur Kurultayı'nın yeni rehberlik aparatı saylab çıkıldı ekan. Qadrli radio anglag'uchilar, ikkinchi navbatlik Dünya Uyghur Kurultayı'nın ekilish murosimining naq maydon xabarini diqqatingizga sundik. Germaniyadan Akram anglatdi.